O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishga tayyorgarlik ishlari izchil davom etmoqda. Prezidentimiz farmoniga muvofiq 15 yanvardan 28 fevralga qadar ushbu muhim davlat tadbiri amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mohiyatiga bag'ishlangan amaliy targ'ibot seminari o'tkazildi. Tadbirda ro'yxatga olish jarayonlarining ahamiyati, uni zamonaviy va shaffof usullarda tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Mamlakatimizda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri nafaqat demografik holatni aniqlash, balki iqtisodiyot, mehnat bozori, ijtimoiy himoya, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda kelgusi 10-20 yillik rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi. Mazkur keng ko'lamli davlat tadbiriga tayyorgarlik doirasida joylarda targ'ibot va tushuntirish ishlari faol olib borilmoqda. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyatida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish mohiyatiga bag'ishlangan amaliy targ'ibot seminari Inson resurslari boshqarmasi va matbuot xizmati hamkorligida o'tkazilib, ijro apparati xodimlari hamda tizim filial va korxonalari vakillari unda onlayn formatda ishtirok etdilar. Tadbirda so'zga chiqqanlar aholini ro'yxatga olish jarayoni davlat boshqaruvi sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, mazkur holat mamlakat kelajagini belgilashda ishonchli asos bo'lib xizmat qilishini qayd etdi. Seminarda O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi mutaxassislari asosiy ma'ruzalar bilan ishtirok etdilar. Unda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishni uyg'un holda tashkil etishning afzalliklari, jumladan xarajatlarni qisqartirish, vaqtni tejash va ma'lumotlar sifatini oshirish imkoniyatlari keng yoritildi. Qayd etilgandek, aholini ro'yxatga olish mamlakatning demografik, iqtisodiy va ijtimoiy holatini aks ettiruvchi ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, tahlil qilish va e'lon qilishning yagona tizimi hisoblanadi. Mazkur jarayon orqali aholining yosh tarkibi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi hamda daromad manbalari bo'yicha ishonchli ma'lumotlar shakllantiriladi. E'tiborli jihat shundaki, ro'yxatga olish jarayoni maksimal darajada soddalashtirilgan. Savollar soni 328 tadan 71 taga qisqartirilib, so'rov jarayonining samaradorligi oshirildi. Natijada taxminan 38 million aholi hamda qishloq xo'jaligi sohasiga oid asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha yagona va yaxlit ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Ro'yxatga olish 3 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlabki bosqichda fuqarolar census.stat.uz portali orqali Vanadi tizimi yordamida mustaqil ravishda onlayn ro'yxatdan o'tib, o'zlari va oila a'zolari haqida ma'lumotlarni kiritishlari mumkin. Keyingi bosqichda esa mahalla yettiligi a'zolari ishtirokida uyma yurish orqali ma'lumotlar yig'iladi. Mazkur o'tkazilgan o'quv seminarida ro'yxatdan o'tish bo'yicha barcha yo'riqnomalar bilan tanishtirildi xodimlarga. O'zbek Gidroenergiya aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi barcha tizim korxonalari va kaskadlar, GESlar faollari, rahbarlari ishtirok etmoqda. Barcha ma'lumotlar berildi. Ro'yxatga olish bo'yicha tayyorlangan roliklar taqdim etildi. Bundan tashqari qo'mita tomonidan tayyorlangan yo'riqnomalar bilan barcha xodimlar tanishtirib o'tildi. Seminar davomida ro'yxatga olish savolnomalarini internet orqali to'ldirish tartibi amaliy misollar asosida tushuntirib berildi. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berildi.